Hazreti Ayso Yahyo payg'ambardinmi ko'p shogird qabul qilib, ularni cho'mildirib etibdi degan xabar farislarga yetdi. Amaliyotda Hazreti Ayso o'zi emas, shogirdlari cho'mildiratdi. Ularning xabar topqinini uqqan Hazreti Ayso Yahudiya o'lkasidan chiqib, yana Galileyaga ketdi. Yo'l ustida Samariya o'lkasini o'tishga to'g'ri keldi. Buning bilan Hazreti Ayso Samariyaning Sihar degan yesiga keldi. Sihar burunqi zamonda Yoqub o'z o'g'li Yusufga miros qilgan yerga yaqin bo'lib, Yoqub quduqi degan quduqmi shu yerda edi. Hazreti Ayso safarda charchaganligi uchun quduqning yeniq kelib o'ltirdi. Bu tush vaqti bo'lib, Hazreti Aysoning shogirdlari yemaklik setib olish uchun shaharga kirib ketgan edi. Shu chog'da Samariyalik bir ayol suv keldi. Hazreti Ayso uningga "Menga biroz usullik bergaysiz" dedi. Yahudilarning Samariyaliklarni kofir deb, hatto ularning chini qochilarini ishlatmaydiganligini bildigan ayol, "O'zingiz Yahudi turib, mendek Samariyalik ayoldan qandoqlarcha sut talab qilib qoldingiz?" deb so'radi. Hazreti Ayso bundoq javob berdi: "Agar siz Xudoning sovg'atining nimaligi va sizdan ustuq so'rgan kishining kim ekanligini bilsangiz edi, undaqda siz uningdan shuni tilatdingiz-da, u sizga hayotlik suyini beradi." Ayol: "Taqsir, quduq cho'nqur, uning ustiga tutatadigan asboblar yo'q tursa, hayotlik suyini nereden topalaysiz? Bu quduqni ajdodimiz yoqib qo'llagan. Uningdan o'zi, o'g'illari va mol-varonlarimi suv ichgan. Acaba siz bu sizdanmi yaxshi suv beraman deb o'zingizni ajdodimiz Yoqubdan ulug' demoqchimi?" deb so'radi. Hazreti Ayso mundaq deb javob berdi: "Bu suvni ichganlar yana usaydi. Ammo men beradigan suvni ichganlar menga usumaydigan bo'ladi. Men beradigan suv ichgan kishilarning qalbida etilib chiqadigan bir buloqqa aylanib, ularga mangulik hayotlik beradi. Taqsir, menga bu suvdan bergaysiz. Shu suv bilan tashnoligimni qondirib, quduqqa ikkinchi kelmaydigan bo'lay", dedi ayol. Hazreti Ayso: "Berib, eringizni boshlab keling", dedi. "Erim yo'q", deb javob berdi ayol. "Erim yo'q deb rostini aytdingiz. 5 oyga tekkan edingiz. Hozir siz bilan birga yashayotgan odam eringiz bo'lmaydi. Buni to'g'ri aytdingiz", dedi Hazreti Ayso. "Taqsir, endi tushundim. Siz aslida payg'ambar ekansiz. Shunga aytib bersangiz, ajdodlarimiz bu tog'da ibodat qilib kelgan. Lekin sizlar Yahudilar nima uchun ibodatni Yerusalimda qilish kerak deb kim tursizlar?" dedi ayol. Hazreti Ayso uningga mundaq dedi: "Xonim, so'zlarimga ishoning. Shundoq bir vaqt keladiki, Xudoga ibodat qilish uchun kishilarning bu taqqa yoki Yerusalimga berishining hojati qolmaydi. Sizlar Samariyaliklar Xudoga ibodat qilgan bilan uni bilmaysizlar. Biroq biz Yahudilar kimga ibodat qilganimizni bilamiz. Chunki qutquzilish Yahudilar orqali dunyoga keladi. Lekin shundoq bir vaqt keladi, shundoqlik kelib qoldiki, kishilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qiladi. Erishdiki otimiz o'ziga
ana shundoq haqiqiy ibodat qiluvchilarni izlamoqda. Xudo ruhdir. Uningga ibodat qilguvchilar ruhi bilan va Xudo oshkorlagan haqiqat bo'yicha uningga ibodat qilish kerak. Ayol Hazreti Aysoga Masihning, ya'ni qutqizuvchining keldiganligini bilaman. U kelganda bizga haqiqatni to'liq tushuntirib berdi, dedi. Siz bilan so'zlashayotgan men u bo'laman, dedi Hazreti Ayso.